Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunlik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qaynamizda diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy Sharq Turkiston xalqini kaptarsimon jasus bilan ko'zitishga boshladi. 26 iyun erkinlik vaqt kezdi bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkistonda kaptarsimon uchquchsiz aeroplanni ishlatib, Uyg'urlarning harakatini ko'zitishga boshlagan. Xabarda mazkur uskunani Xitoyning qirg'uvchi 20 tiplik ko'langi ko'rashchi aeroplanini tadqiq qilib yasashga qatnashgan Xi'an G'arbiy Shimol sanoat universiteti professori Song Beifengning yetakchiligida yasalganligi. Növbətdə Xitoydagi 30 necha harbiy ishlar organi va hukumat tarmoqlari hamda oz deganda 5 o'lkada kaptarsimon uskunani ko'zitishga ishlatganligi bildirilgan. Mazkur uskunaning eg'irligi 200 gram, qanatining uzunligi 50 sm bo'lib, 30 minutda 40 kilometr masofani besib bo'ladi ekan. Kaptarsimon jasuslik uskunasiga ilg'or kamera, GPS, uchish kontrol sistemasi, markazga material yo'llash uskunasi qatorliq ilg'or uskunalar o'rinlashtirilgan. Kaptarsimon ko'zitish uskunasining uchish holati jonliq kaptarning uchish holatiga taqlid qilingan bo'lg'achqa, tashqi shakli ba'ayni kaptarga o'xshaganligi sababidan jonliq kaptarlarni o'ziga qo'shib oladi ekan. Xitoyning bu xil uskunani yasashdagi maqsadi bo'lsa, odam va radarning bayqishidan mudofaalanib, singib kirib jasuslik vazifasi elib berish. Bugun Janubiy Xitoy sahar geziti bir xabar e'lon qilib, Xitoyning xuddi haqiqiy ko'k kaptardek harakat qiladigan yuqori texnikalik uchquchsiz aeroplan yasab chiqib, uni Sharq Turkistonda qo'llanishni boshlab bo'lganligini oshkorladi. Bu texnikadan yaqindan xabari bor ba'zi kishilarning ismini oshkorlamaslik sharti bilan gezitga aytib berishicha, bu jasus qushlar yaqinqi bir qancha yildan buyon oz deganda 5 o'lkadagi 30 dan ortiq harbiy va hukumat apparatlari tomonidan qo'llanilmoqda ekan. Sharq Turkiston bo'lsa bu texnika eng ko'p qo'llanilayotgan joy ekan. Xabarda doirlarning bu texnikani yanada keng umumlashtirish va uni radarda farqlantirgili bo'lmaydigan qilib yasash uchun davomli izlanayotganligi tilga ilingan. Dünya Uyg'ur qurultiyi vakillari Birlashgan Millatlar Tashkiloti yig'inida Sharq Turkistondagi jazo lageri masalasini o'ttirg'i qo'ydi. 25 iyun Erkin Osiyo radiosi bergan xabarda bildirilishicha, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 38-navbatlik kishilik huquq kengashi yig'inida Dünya Uyg'ur qurultiyi vakillari Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lageri haqida dokument bergan. 38-navbatlik kishilik huquq kengashi yig'iniga Uyg'urlarga vakolatan 20 iyundan 22 iyungacha qatnashgan Dünya Uyg'ur qurultiyining programma yetakchisi Peter Ervin apandi va qurultay xizmatchisi Shahrizod xonimlar Sharq Turkistondagi yig'ib olish lageri masalasini o'ttirg'i qo'yib, yig'in ahlining diqqatini qo'zg'adi. Xabarda 38-navbatlik kishilik huquq kengashi yig'iniga ishtirok qilgan vakillar Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasini nuqtaliq o'ttirg'i qo'yganligi va yig'inga qatnashgan 12 davlatning vakillariga bu haqda tafsiliy tushuncha berganligi, Sharq Turkistonning ig'ir vaziyati Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining xizmat kun tartibidagi masalalarning biriga aylanganligi, 38-navbatlik Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi yig'inining 18-iyun kundagi ochilish marosimida Uyg'urlarmo tilga elinganligi bildirildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining oliy komissari Zayd Raad Al-Husayn apandi ochilish marosimida so'z qilib, Xitoyga kelsak, mening ishxonam garchi unumli bir dialog shartlari uchun tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, ammo mening xizmatchilarim bu davlatga to'salg'usiz kirolmadi. Bu kishilik huquq vaziyatining intayin tez nacharlashganligini, garchi 2 nafar xizmatchimiz vazifaga binoan bundan 5 yil ilgari bir qatim kirgan bo'lsa-mu, oxirgi yillarda Xitoy oz deganda 15 qatimlik iltimosimni rad qilib keldi deganlarni bildirdi. 38-navbatlik Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi yig'ini 18-iyun boshlangan bo'lib, o'xshamagan temalarda elib berilgan yig'inlar yana 2 hafta davomlashadiganligi. Dünya Uyg'ur qurultiyining xodimlari bu jarayonda Birlashgan Millatlar Tashkiloti yig'inlariga qatnashish bilan birga 9-oyda o'tkaziladigan Xitoyning kishilik huquq vaziyatini ko'zdan kechirish yig'iniga tayyorlik qilganligi bildirildi. Qaraqosh Chinibog' yezisida jasad bir taraf qilish o'rni qurildi. 25 iyun Erkin Osiyo radiosi bergan xabarda bildirilishicha, Qaraqosh bozor ichidagi Chinibog' soqchixonasi tabarligidagi har bir kentda birdan jasad bir taraf qilish o'rni qurilganligi oshkorlangan. Xitoy Sharq Turkistonning bir qism joylarida zo'r ko'lamli jasad ko'ydirish o'rinlari qurib chiqqandan boshqa yana Qashqar hotellarda
dafna murosimi o'rni va meyit uzitish o'rni degandek nomlarda jasad birtirab qilish o'rinlarining toki kanitlarga qadar kengaytirib yasalganligi saqchi xodimlarining fosh qilishicha Qaraqosh noyisining Chinibog' saqchixonasiga qarashli 13 kent va 2 aholilar komitetining hammasida biridan jasad birtirab qilish o'rni ta'sis qilingan. Bir kanit amonliq mudiri Qaraqoshdagi bu jasad birtirab qilish o'rinlarining qurilishi bultur 7 oyda, ya'ni yig'ilish lagerlari ta'sis qilinib 4 oydan keyin qurilishga boshlaganligini bildirgan. Undan boshqa Qaraqoshning Urchi yesida jasad birtirab qilish o'rnining qurilishga boshlaganligini va shu mezgilga qadar 4-5 kentga birdan jasad birtirab qilish o'rnining qurilganligi oshkorlangan. Tahlilchilar navbati Sharqi Turkistondagi jasad ko'ydirish o'rinlarining ko'plab qurilishi haqidagi uchurlardan qattiq andisha his qilayotganligini, Xitoyning bu qilmishi bir xil shumliqdan bishorat ekanligini, bu masalaga xalqaro jamoatni diqqat qilishga chaqirish kerak ekanligini, lagerlarda yetayotgan necha million Sharqi Turkiston xalqining ahvoli va taqdiri haqida jiddiy harakatga o'tib, xalqaro jamiyatni Sharqi Turkiston vaziyati jumladan yig'ilish lagerlari ustidan darhol tekshirish elib berishga da'vat qilishning intayin muhim ekanligini bildirishmoqda. Xalqaro jinoiy ishlar sudi Arakan musulmonlari uchun harakatga o'tdi. 26 iyun Qrim agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi Arakanlik musulmonlar uchun harakatga o'tdi. Xabarda Yevropa ittifoqi Rohingya masalasi kengashi boshlig'i Dr. Xila Kiyov bu haqda to'xtalib, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Arakanlik musulmonlarni Bengalga qo'g'lab chiqarganligi haqida yozim bayonot berish uchun Berma hukumatiga 1 oylik muhlat berganligi intayin to'g'ri bo'lganligini bildirdi. Dr. Xila Kiyov yana Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi tashlagan bu qadamni madhiylaydiganligini, Arakanlik musulmonlarni adolatga erishtirish uchun Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining rol o'ynashi intayin muhim ekanligini, aksiga bo'lganda xalqarалық jinoyatlarga qarshi Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining qonun sistemasidagi roli ma'nisiz holga tushib qolganligini, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi va xalqaro jamoatchilikning buningdan keyin xalqaro qonunga chetishlik ekanligini namoyon qilishning vaqti yetib kelganligini bildirdi. Dr. Xila Kiyov yana Berma hukumatining xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining talabini qabul qilmaganligini eskartib, chunki bunda qilgan ahvolda Arakanlik musulmonlarga qarshi o'tkazgan xalqarалық jinoyatlarining jazosini tortishga to'g'ri keladi dedi. Xabarda Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi Berma hukumatini 700 ming Arakanlik musulmonni Bengalga qo'g'lab chiqarish jinoyati bilan ayblaganligi hamda 27 iyulgacha yozim bayonot berishni talab qilganligi bildirildi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi mufattishi bu haqda Berma hukumati garchi Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo bo'lmasa-mu, fuqarolarni qo'g'lab chiqarganligi uchun ayblanishi kerakligi, tekshirishni unumli boshlash uchun Xalqaro sud mahkamasiga a'zo Bengal orqali imkoniyat yaratadiganligini bildirdi. Yevropa ittifoqiga a'zo 9 davlat harbiy qism tashkillashni qaror qildi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Yevropa ittifoqiga a'zo 9 davlatning mudofaa ministrlari Luxemburgda chaqirilgan Yevropa ittifoqi tashqi ishlar kengashi yig'inida o'zaro uchrashib, Yevropa mudoxili kuchi nomli krizis paytlarida harbiy kuchlarni tez sur'atda harakatga o'tkazishni nishon qilgan mudofaa hamkorligi niyat maktubini imzoladi. Fransiyaning boshlamchiligida o'tirg'i chiqqan mazkur harbiy birlashmaga Germaniya, Belgiya, Angliya, Daniya, Gollandiya, Estoniya, Ispaniya va Portugaliya qatorliq davlatlar ishtirok qildi. Navbatda Yevropa ittifoqidan ayrilib chiqish suhbatlarini davomlashtirayotgan Angliyaning mazkur harbiy birlashmadan o'rin olishi diqqatni tortdi. Qurilishi planlanayotgan mazkur harbiy ittifoqning Angliyaning Yevropa ittifoqidan ayrilgandan keyinmi a'zo davlatlar bilan mudofaa sohasi bo'yicha hamkorlikni davomlashtirishiga imkoniyat yaratib beradiganligi qayd qilinmoqda. Mazkur birlik elib boradigan harbiy harakatlarni qo'llash yoki qo'llamaslikka davlatlarning o'zi qaror qiladiganligi eskartilmoqda. Yevropa ittifoqiga a'zo 9 davlatning boshqa a'zo davlatlardan mustaqil holda mudofaa sohasida qadam tashlash qarorining ittifoq ichida parchalanishni keltirib chiqarish ehtimoli borligi to'g'risida analizlarning o'ttirg'i qo'yilishiga sabab bo'ldi. Amerika davlat mudofaa ministri James Mattis Xitoyda ziyorati bo'ladi. Amerika davlat mudofaa ministri James Mattis Xitoyda tunji qitimliq rasmiy ziyoratini boshlash oldida turmoqda. Birlashma agentligining xabar qilishicha 26 iyun, ya'ni bugun seshanba kuni boshlaydigan bu 3 kunlik ziyorat dal Amerikaning Tayvan bilan bo'lgan harbiy aloqasini kuchaytirishi
va Xitoyning Janubiy dengizdagi kengaymachilik harakatlari sababidan ikki davlatning o'zaro ayblashlari kuchaygan mazgilga to'g'ri keldi. Amerika mudofaa ministri James Mattis Xitoyning Janubiy dengizdagi faoliyatlarini qattiq ayblab kelgan rahbarlarning biri. U mushu oyning 5-ida Singapurda o'tkazilgan xalqaro bexatarlik yig'inida Xitoyni Hind Tinch okean rayonida boshqa davlatlarga tahdid selish va zo'ravonlik qilish bilan ayblagan va shundaqla Amerikaning bu rayondan voz kechmaydiganligini ta'kidlagan edi. Birlashma agentlikning bildirishicha, bu qitimliq ziyoratning asosliq maqsadi Shimoliy Koreyani yadrosizlantirish masalasi bo'lsa-mu, ammo ikki tarafning uchrashishida Janubiy dengizning xalqaroga ochiq bo'lishi va Xitoyning rayonni harbiylashtirishi, Amerikaning Tayvan bilan bo'lgan harbiy aloqalarini kuchaytirishi ham Xitoyning Amerikaning harbiy texnikalarini o'g'irlab, Amerikaning mudofaa texnikasiga xiris paydo qilishi qatorliq masalalar ustida nuqtaliq munoziralashadiganligi mo'ljallanmoqda. Avstraliya ABC News kanali Sharq Turkistondagi yepiq tarbiya lagerlari haqida xabar e'lon qildi. Avstraliyadagi cho'ng xabar kanallaridan biri bo'lgan ABC News kanali Sharq Turkistondagi yepiq tarbiya lagerlari haqida bir parcha tafsiliy xabar e'lon qildi. Mazkur xabarda bultur 3-oyda homildor ayoli Xitoy doiralari tomonidan tarbiyalashga elib ketilgan va keyin radikallik bilan ayblanib 7 yillik kesib etilgan Almas Nizomiddinning hikoyasi orqali Uyg'urlarning beshiga kelayotgan kulfatlar bayon qilingan. Mazkur xabar kanali Avstraliyada yashaydigan va har soha, har kasblarda xizmat qiladigan 20 dan oshiq Uyg'urni ziyorat qilgan bo'lib, ularning hammasi o'zlarining urug' tuqqani yoki do'st birodarlarining yepiq tarbiya lagerlarida tutib turilayotganligini aytgan. Biroq xabarda bu kishilarning hech qaysisining kimligini oshkorlab turib xabarga chiqishga jur'at qila olmaganligi, chunki ularning Xitoy rejimining boshqa tuqqanlarini lagerga solishidan ansiraydiganligi bayon qilinishi orqali Avstraliyadagi, jumladan chet ellardagi Uyg'ur jamoatining navbatda yurtidagi tuqqanlari bilan aloqa qila olmay yoki nima qilishini, kimga ishonishini bilolmay intayin qiyin vaziyatda qolganligi sharhlangan. Xabarda bayon qilinishicha, Avstraliya Tashqi ishlar va savdo ministrligi o'zining Uyg'urlar uchrayotgan bu muomaladan andisha qilayotganligini va o'zlarining bu andishalarini Xitoy tarafga bildirganligini aytgan. Ammo Xitoyning Kamberrada turishliq bosh elchixonasi va Xitoy Tashqi ishlar ministrligi mazkur kanalning yepiq tarbiya lagerlari haqidagi savollarga hech qanday inkos qaytarmagan. Maqolada kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti va avstraliyalik tadqiqotchi David Berofi qatorliqlarning so'zlari misol qilinib, Xitoy rejimining o'zining milliy va diniy kimligini ifodalagan har qanday kishini qayta tarbiya lagerlariga yig'ib olish orqali ularning mingisini yumoqchi bo'layotganligi, Uyg'ur milliy madaniyatining hozir jiddiy bir yo'qolish xavfi ostida qolganligi bayon qilingan. Almas Nizomiddin ABC News kanaliga Sharq Turkistondagi vaziyatni sharhlab, Shinjongda Uyg'ur bo'lish, ozsonliq millat bo'lishning o'zi bir jinoyat. Ular xuddi o'ltirilishni saqlab yotgan qo'yga o'xshaydi degan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shunaqla program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.